kanal orqali kelim desa yana 100 ming so'mdan o'tadi. Yana o'tib beradi. Yana o'tadi. Bular 1 million so'mdan. 1 million so'm. Assalomu alaykum yaqinlar. Qish kelgandan keyin narxlar ham yaxshigina tushyapti. Hozir men Namangan shahar Zelyoniy bozoriga kelganman. Bu yerda sizlarga hozirgi videomizda bitovoy texnika, gaz plita, kir moshina, xolodilnik, har xil turdagi bitovoy texnika mahsulotlarini ko'rsataman. Men ko'p gapirib o'tirmayman-da yaqinlarim. Assalomu alaykum. Ming bor uzr, salom berish etsan chiqibdi. Ko'p gapirib o'tirmayman. Bittadan like deb bosib, kommentariyada podesha qilib yuboring. Yaqinim shuni arzon narxda oladigan yaqinlarimizga video borishi uchun. Bo'lmasa biz videoni boshladik, siz bitta podeshkani qilib yuboring. Xo'p, yaqinlarim, hozir bizga to'liq ma'lumotni va narxlari bilan tanishtirishadi Tolibjon aka. Assalomu alaykum. Tolibjon aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan kelayotgan bayramlar bilan. Rahmat, o'zingiz ham bayramlaringiz bilan. Tolibjon aka, endi xalqqa yangiliklardan boshlasak. Yangiliklarimiz hozir xolodilnikdan boshlab qo'ya qoladi. Hozir Artel. Holat stansiyasi ideal. Ajoyib. Ajoyib. Sotilayotgan narxi 1 million 500 ming so'mdan beryapmiz. Aksiya hisobida. Biznikilarga qancha qilib berasiz? Bo'ladigan narx. Sizni nomingizdan shu kanal orqali kelim desa yana 100 ming so'mdan o'tadi. Yana o'tib beradi. Yana o'tadi. Indizit 1 million 600 qilib beraman. 1 million 600. Kengidan. Bunaqasiga keng ekan, lekin 1 million 600. Kir moshinani olib ketasiz. Arzon qilib beraman. Xo'p. Hop, mana bu kir moshinalaringiz. 1 million deysizmi buni aka? 1 million 600 ming. 1 million 600 ming. Hop, media bu sotildi hozir 1 million 350 ming so'mga 1 yillik narsa. Voy, ajoyib. Yangilar olsa 1 yildan. Hojat 1 yil kafolat. 1 yil kafolat. Endi kir moshinlarga ta'kidlab o'taman. Mana kir moshinlarimiz hozir yangi yil arafasida 1 million 400 ming so'mdan 6 kilolik Samsunglarimiz. 6 kilo. Garantiyalari 3 yil. Ajoyib. 1 million inverter motormi yo? Inverterligi emas, lekin bu yonidagi inverterdagi Remenligi mana 2 million 400 ming so'm, 7 kilo LG. 8 kilo LG 2 million 600, 3 yil garantiyasi bilan. 3 yil garantiyasi bor, xudo xolasa. Hozir mana Yazjavonga sotildi 3 million so'mga 8 kilolik LG ni stansiyasi, ideal stansiyasi. Tonirovkalari bor. Tonirovkalari. Endi ishkarlarda ham mashinkalarimiz bor, har xil variantlarda. Xalqlarni ko'rsangiz bo'laveradi yaqinlar. Mana. Bunisi ham hozir sotdim 2 million 800 ming so'm, 8 kilolik. Yo, bo'ladigan narxni qilaylik. Bozorni bilaman, xo'ja aka. Yo, buni hozir sotdim. Holati yaxshiligi, bunisini sotdim. 2 million 800 ga ketdi. Hop, mana siz kanal orqali kelsa 12 kilolik oldinga chiqqan koreyskiy, haqiqatan tonirovkasi bormi? Buni ham tonirovka 2 qavat o'ynaligi. 3 million so'm deyapman, yana o'tib beraman. 3 million so'm. 3 million so'm o'tib beraman. 12 kilolik, yaqinlar. 12 kilolik. Ovoz chiqmaydi, 5 so'm. Ovoz chiqmaydi. Mana LG ni koreyskiylari 8 kilo. Mana o'sha inverter. Ajoyib, barabani ham kattagina ekan. Kattagina. Masalan, bitta futbolkasi olsalar, bitta futbolkaga 10 ta olsalar 10 taga yarasha suv oladi. Suv oladi. Rasxod qilmaydi, to'g'ri. 3 million so'm o'tib beramiz. 3 million so'm kamini qilib beramiz. Kami. Buni 6 kiloligi 2 million 400 ming so'm. 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Bashi bir xilmi bu? Bashi bir xil. Bu 8 kilo, bu 6 kilo. Kilosida farq qiladi. Kilosida farqi bor. Xo'p. LG. Mana bu sotildimi bu? Bunisi sotildi 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 mingga ketibdi sizlar. Xo'p, shuni 6 kilolik varianti, bu ham to'g'rilik, smart Wi-Fi'ligi 2 million 200 ming so'm kami bor. 2 million 200 kami bor. Kami bor. Shuni ta'kidlab o'tay, bular hammasi rabochi, ishlatilgan, holati yaxshi, 1 yil 2 ishlatib o'tilgan narsalar. O'zimizda Artel mana 6 kilolik. Lekin azizlar, nimaga qilinyapti? Bo'lsa ham, lekin kafolati bor. Albatta, uyga bozorga bo'ladi. Qaysi birdirga 1 yil, qaysi birdirga 3 yil kafolat berishyapti yaqinlar. Berishyapti. Endi puli arzonroq odamlarga, bizga arzonroq qulaylik, mana yurtchilarga qo'yib beramiz, domlarga qo'yib qo'yamiz, bir chekkaga qo'yib qo'yamiz deganlarga 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. 100 dollar ham emas yaqinlar. 1 million 200 ming so'm. Qanaqa bu? Buni ikkinchi shum bo'lsa kerak. Bunda qolganligi nisbatan motorli chiqadi. Nisbatan ovoz bunaqangi shovqini yo'q. Shovqini yo'q. Shovqini borlarimiz mana pastroqda turibdi. Bular 1 million so'mdan. 1 million so'm. GPS yangi tutilmagan. Yangisi bu. Yangi hali ishlatilmagan. Taraflardan turibdi. Tarafda dokument, pasport, 4 million. Qayerdaki bu? Bu Belorussiya. Belorussiya. Qancha dedingiz buni? 4 million so'm. 4 million 600 ga sotildi. 600 ga sotildi. Rabochisi. Ajoyib. GPS rabochisi. 1 million 600 ga ketdi. İtalyanskiy modellarimiz mana Indizit. İtalyaniki. 2 million so'm kami bor. Bu anaqasi bor ekan tepada, zashtenga bor ekan. Duxovkalari 3 qavat, 4 qavatli ekan. Xo'p. Shunaqa. Mana o'zimizning Brest gazlarimizdan. Beloruskimi bu? Bu Rossiya, Belorussiya. Rossiya, Belorussiya.
Xo'p. Bunga kafolat beramizmi hoji aka? Albatta, ularga hammasiga 1 yil. 1 yildan kafolat beramiz. Xudo xolasa. Garelkalari ham mana ajoyib bilan. Qancha qiladi? 200 ming so'mdan 2,5 million so'm kami bor. 2,5 million so'm kam bor. Bu qancha dedik? Bular ham 2 million so'm. 2 million so'm kami bor. Bu taraflarda ham bir ajnabiylari bor ekan. 1,5 million so'mdan Hammasi. Ha. Hammasi. Orqasi kirishkalari bor ekan, mana cho'qqi svetdagi ekan yaqinlarim. Duxovkalari o'ynalik, ko'rib baho beraverasizlar. 1,5 million so'm yoppasiga. Oxirdagi 2 million so'm deysizmi? Oxirdagini 2 million so'm deyishdimi? Bu ham 1,5 million. Faqat mana unisi 2 million so'm ekan. Bu 2 million so'mlik qatdiki? Belorussiya. Nimaga endi bu jicha qimmatroq? Bu modeli узкийroq pason. Nima desa bo'ladi? Ana tagidagi bir tomonlamada qisqatadi. Ikki tomonlama. Ikki tomonlama. Ikki tomonlamali. Aha. Garetkalik. Bo'ldi. Nima qolib ketdi endi? Hoji aka xudo xolasa. Xudo xolasa hammasi bo'ldi. Yangiliklar ulashdik-a. Nomeringizni og'iz aka aytib o'tib ketasiz. Hop. Nomerlarimiz 99lik 616 88 99. 90lik 596 8009. Hoji aka endi dastavka haqida nima deymiz? Dastavka haqida hozirgi kunda ozgina muammo bo'lyapti, lekin imkon qadar borishga harakat qilyapmiz. Ozgina kelishilgan holatda. Namangan territoriyasiga imkoniyat qilib beramizmi? Farg'onagacha bemalol chiqaramiz. Xudo xolasa chiqarib, borib o'rnatib berish xizmatlaring ham bormi? O'rnatib berish xizmatlari o'zimizning ichida. Agar joy tayyor bo'lsa, bepul. Ajoyib. Joy tayyor bo'lsa, o'rnatib berish bepul. Xo'p, yaqinlarim pastga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. O'zlari yetkazib olib borib berishar ekan. Tan joningiz sog' bo'lsin.